va yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad 1951-yil Toshkentda tug'ilgan. Toshdu hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. U milliy va dunyo adabiyoti tajribalarini puxta o'rgangan ijodkor. Adib bolaligini shunday xotirlaydi: 14-15 yoshimda otam bilan yonma-yon o'tirib mahsudoshlik qilardim. Oilada otamning so'zlari ikki bo'lmas. U kishi o'ta muloyim, kamgap bo'lsalar-da, bir nikoh tashlashlarining o'zi har qanday sho'xlikning o'tini o'chirib qo'yar edi. Hayotim to'lagicha kitob bilan, mutolaa bilan bog'liq. Biror kunimni kitobsiz tasavvur qilolmayman. Kitob o'qimagan kunimni behuda o'tgan deb hisoblayman. Xurshid Do'stmuhammad Behbudiy haqida hikoya qiluvchi 100 yillik qotil nomli tarixiy ma'rifiy qissa. Abdulla Qodiriy hayoti. Yolg'iz. Abdulla Qohir haqida Qahr qissalarini yozgan. Shuningdek, uning Bozor, Donishmand, Siziq, O'yin kabi romanlari, Hovli etagidagi uy, Panoh, Orom kursi, Jajman, So'roq, Sof o'zbekcha qotillik, Mag'zuna, Hijronim mening mingdir kabi qissa va hikoyalari ham mashhur asarlari sirasiga kiradi. Xurshid Do'stmuhammad yapon, ispan, rus ijodkorlarining asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Mirkomil boy tarixiy shaxs bo'lib, 1860-yil Qo'qon xonligini Andijon shahrida boy savdogar oilasida dunyoga kelgan. 19-asrning 80-yillarida yer, suv va paxta maydonlariga ega bo'lib, katta boylik to'plashga muvaffaq bo'lgan. 20-asr boshlarida uning shaxsiy mablag'i 13-15 million so'm tashkil qilgan. 1915-yil oktyabrda bo'xton bilan qamalgan va surgun qilgan, lekin 1916-yilning boshlarida rus armiyasini qurollashtirish uchun 500 ming so'm berish sharti bilan surgundan ozod bo'lib Andijonga qaytgan. Mirkomil boy Andijon shahrida 30 o'quvchiga mo'ljallangan maktab-internat, 100 talabaga mo'ljallangan madrasa, kasalxona qurmoqchi bo'lib loyiha tayyorlatgan. Biroq mahalliy ma'murlar bu loyihalarni amalga oshirishga ruxsat bermagan. 1917-yil boshlarida Sho'royi Ismoil jamiyatining Andijondagi eng faol ishtirokchisi ayblovi bilan muvofiq hukumatni Turkistondagi vakillar tomonidan noqad qamoqqa olingan va 1918-yilda otib tashlangan. Mirkomil boyning qazo bo'lgan namozi hikoyasi. Izvosh guzardan o'tib katta ko'chaga burildi hamki, Yoqubxo'jadan sado chiqmadi. Izvosh, rezina g'ildirakli, usti oshilib yopiladigan yengil ot arava. Boy 2-3 dafa hamrohining avzoyiga zimdan ko'z yugurtirdi. Yoqubxo'janing qaddi unikidan yarim qarich tik. Shu bois u o'tirgan holida ham xiyla salobatli ko'rinadi. Odamlar Yoqubboyning shaxsiy qo'riqchisi deb ham tarqatishdi. Mirkomil uning izmidan chiqmaydi deganlar ham bo'ldi. To'g'ri, Yoqubxo'ja ko'z ochib topgan maslahatgo'y bo'lmasa-da, uncha-bunchani xushlayvermaydigan Mirkomilning ishqi shu odamga tushgan. Binobarin yonida doimo uni olib yurishga odatlangan edi. Haqiqatdan uning Yoqubxo'jadan yashirgan, netgan siri bo'lmagan. Surishtirib kelganda Mirkomil kimdan, nimani sir tutgani o'zi quv yoxud makkor bo'lganda rahmatli otasining Makka va Madinada takya qurdirish niyatida 30 ming tillo vasiyat qilib qoldirganini Uzayd hokimiga aytarmidi? Takka, boshpana turar joy. Soyasidan cho'chsa, hatto o'z pushti kamaridan bo'lgan o'g'il qizlaridan hadik xavotirda yashasa, 7 yot begona buning ustiga G'ayriddin Iskandarning go'mshata qilib olarmidi? Iskandar asli ism Aleksandr Timofey Iskandar kelib qolgan. 1909-1911-yillarda Moybay Dina Mirkomilboyning qo'lida ishlagan. Boy unga Iskandar laqabini bergan. Ikki ko'zining biri yanlig'i yonidan uzoqlashmaydigan Yoqubxo'jadan ham gumondor yursa, uni do'stmi, dushmanmi deb bosh qotirsa, odamning har narsada bo'lgani yaxshi emasmi? Yo'q, Mirkomilning bunday mujmallikka toqati yo'q. U jini suyganga ham, suymaganga ham dildagini yamlamay aytgan. Izvosh ko'tarmadagi zavod ko'chasi muyulishga yetdi. Boy ana yorilar, mana yorilar degan o'yda hamrohining quyuq soqoliga qarab qoldi. Shunda to'xtat izvoshni deya hayqirdi Boy. Bir maromda yo'rg'alab borayotgan
Qo'sh ot suvlig'i tuyqis siltab tortilgandan pishqirib, tumshug'ini to'shiga bosguday boshini qiyshaytirib to'xtatdi. Izvoshchi nima gap deya ortiga o'girilib ulgurmay. Boy tosh yo'liga sakrab tushdi. Izvoshchi ham Yoqubxo'ja ham boyning muddaosini tushunmay, uning izidan qarab qolishdi. Mirkomil katta-katta qadamlab qop orqalagan kishining tepasiga bostirib bordi. Og'ir yuk ostiga ikki bukchaygan kishi boyni ko'tardi-yu, ko'sak to'la qopni to'p etib Ko'zak g'o'zaning guldidan so'ng tugadigan, ichida paxta yetiladigan chanoqlardan iborat mevasi. yerga tashlaganicha tili kalimaga kelmay, qo'rqqanidan salom berishni ham unutdi. Qayoqqa olib ketyapsan, ko'rinaman. O'takasi yorilgan kishi duduqlandi. Boy uning javobiga muhtoj emas edi. Kuppa kunduzi or qilmadingmi? Changga belangan yag'iri chiqqan oq yaktakni yengini bilagiga qadar shimargan ishchi quloq shakkasiga behol tushgan tarsaki zarbadan chayqalib borib devorga suyanib qoldi. Izvosh zavod darvozasining ro'parasiga yetgandagina Yoqubxo'ja tilga kirdi. Shakki qildingiz aka. Hali g'azabi so'nib ulgurmagan Mirkomil sen mahmadonalik qilma degan ma'noda hamrohiga qattiq o'giraydi. Yoqubxo'ja esa boyning jahli chappaqay chiqqaniga yarasha boshqilik bilan bo'lsa-da o'pkaladi. Ashi bir qop ko'sakni kuppa kunduzi o'marib chiqishga nima majbur qilganini surishtirmadingiz-ku. Jo'ja birday jondir hoynahoy. Izvoshchi otning yag'irniga tarsillatib qamchini bosdi. Mirkomil boyning o'ng qoshi tepaga sapchidi. Jo'jabirday jon bo'lsa, oilasini o'g'irlik orqasidan boqqani ma'qulmi? Yoqubxo'ja darhol javob qaytarmadi. Izvosh zavod hovlisiga kirib to'xtaganicha boyaga o'pkalangan namo ohangda muloyimlashib dedi. Odamlarning ko'ngliga qarang-da aka. Haq gapni aytaman deb u yoqda Temur hojini izza qilibsiz. Temur hojini izza qilgani rost. Izza qilmaslik uchun haq gapni aytmaslik kerak. Aytmasa axir Mirkomilning xusumati yo'q. Talashagan mol holi yo'q. Uni jinni uribdimiki Temur hojiga dushmanlikni sog'insa. Nima bo'ldi-yu, ellikboshi ko'cha boshidan yo'liqib taqsir qozilikka Temur hojini mo'ljallaganlik siz nima deysiz deb so'radi. Mirkomil Ellikboshi harbiy ma'muriy unvon. Mirkomil ortiq o'ylab turmadi. Hoji halol odam, yurtning xizmatini qilsin dedi qo'ydi. Oradan 3-4 kun o'tmay eshikka yo'qlab kelishdi. Boy tashqari hovliga chiqsa, supa yonida ellikboshi bilan yangi qozi Temur hoji qo'l qovushtirib turibdi. Kelinglar, qani ichkariga. Dedi boy mehmonga chorlab. Mehmonlar oyoq tirab turib olishdi. Birrov kirdik, dedi o'ng'aysizlab ellikboshi. Ashi hojingiz sira qo'ymadi, bir niyat qilgan ekan. Ellikboshi gapni adog'iga yetkazgunicha qozi tugunning boshini yechib, zarbof to'nni qo'liga oldi. Mirkomilboy keluvchilarning muddaosini tushundi. Barakalla. deb yubordi u boshini chayqab. Mezbon mamnun bo'ldi degan o'yda harakati dadillashgan mehmonlar to'nni qo'lga olib, ulgurmay boy muddaosini oydinlashtirdi. Bu ishlaring durust emas. Bir og'iz rizoligim evaziga hadya keltiribsizlarmi? Undan chiqdi rizolik bermagan taqdirimda ortimdan tosh otar ekansizda. Temur hoji ikki qo'llab tutib turgan to'nni tushirib yubordi, yozdi. Ellikboshi tushuniksiz qo'ldiradi. Yo'g'ey taqsir, biz hojingiz oq fotiha olay deb. Mirkomilboy o'ziga yetgach qaysar ham edi. U Ellikboshini tutilib, bo'g'ilib gapirishga quloq solmay, ko'nglidagini oxirgacha aytdi. Xushomadni bandaga emas, Xudoga qilinglar. Xushomad, ser mulozimalik, langar bardorlik. Yoqubxo'ja bo'lsa, to'g'ri gapni aytaman deb dushman orttirasiz deydi. Haq gapni aytgani uchun dushman orttiradimi? Haq gapni aytish dushmanlikmi? Axir u kimga, qaysi hamyurtiga yomonlikni ravo ko'radi? Fe'l atvori shunday ekan, nachora bir yumalab bo'lak odamga aylanib qola olmasa, haqdan voz kechib, har kimning ko'ngliga qaray olganida bir uy boyvachchaning betiga oyoq qo'yganday ish qilmas edi. Endi afsuslanish, pushaymonlar qilish oson, lekin tabiatdagi kajbaxslikdan qutulish fursati jon chiqar vaqtiga qoldi. Kajbaxli, o'jarlik. Ubaydulla Junfurish Maylisoydagi zavodiga 2 qur kelib, uyiga taklif qilib ketdi. Aytilgan kuni Yoqubxo'jani ergashtirib borganida bir uy mehmon gurra qo'zg'alib Mirkomilning hurmatini bajo keltirishdi. Boy yonidagi Yoqubxo'ja uyning to'riga o'tib joylashib o'tirib olgunicha yig'ilganlarning qanday odamlar ekanligini, hatto bir ikkisi o'zaro ma'noli ko'z urishtirib olganigacha payqab ulgurdi. Derazaga yaqin o'tirgan G'afurjonning gezardi.
Berida G'afurjonning amakisi Hoshimboy so'ng paxta tijoratini endi yo'lga qo'yayotgan. Nig'monbek ularni hech biridan Mirkomilning xusumati yo'q. Xusumat qayda? Yig'ilganlarning hech biri Mirkomil bilan bellashadigan sarmoya jamlamagan. Shu ma'noda ham bu davrning bosangisi Mirkomilboy uchun xiyla yengillik qilishi ayon edi. Mirkomil sir boy bermadi. Illiqqina suhbatga goh qo'shilib, goh so'zsiz bosh irg'ab o'tiraverdi. To'satdan Hoshimboy gurung mavzusini burdi. Sarmoya asosiy savdo mablag'i. Zakot farz, zakotdan bo'yin tovlash benamozlikdan kam bo'lmagan gunoh kabira. Mirkomil umr bo'yi loyning ichidan chiqmagan, kulollay rangi zahli Hoshimboyning aftiga chimirilib qaradi. Yoqubxo'ja quyuq qora soqolni qo'l uchida siypaladi. Gapga gap ulandi, suhbatga g'iybat, fisq fasod aralashdi. Kim og'ziga ochsa, aytganiga Mirkomildan tasdiq ishorasini kutar. Boyning avzoyidan esa ne e'tirof, nada e'tiroz ma'nosini o'qib bo'lardi. Nig'monbek ham gurungga qo'shildi. Zakot to'lash niyatidagi odamning ko'ngliga toza bo'lmog'i lozim. Dedi u xotinchalish ovozida zo'raki, salobatli tus berishiga urinib. Bizlar-ku mayda davlatmandlikni havas qiluvchilar xolos. Errayma boylar orasida ham zakotga xiyonatkorlar bor ekan. Guruh suhbat. Ermayma kekkaygan. Mirkomil tishiga og'riq turganday ko'zini bir zum yumib ochdi-yu, sir boy bermaslikka urinib, ikki barmog'i bilan iyagini chimdib qoldi. Nig'monbek, Kelganidan beri ilk bor ovozini baralla qo'yib murojaat qilgan Yoqubxo'janing salobatli hammani jim qilib qo'ydi. Odatda Yoqubxo'ja gapni boshlab qo'yib, hiyla fursat sukut saqlar. Aksari hollarda shunday sukutning o'ziyoq buzuq niyat suhbatdoshini ancha sarosimaga solib qo'yar edi. Mirkomilboyning qazo bo'lgan namozi hikoyasi boy insonlarga xos xususiyatlari va ularning ham o'z tashabbuslari bilan xalq hayotini yaxshilashga urinishlari Mirkomilboy timsolida ochib berilgan bu obrazga xos alohida xarakter o'quvchida ba'zan kulgi, ba'zan esa insoniylik sifatlaridan o'rnak olish kabi tushunchalarni hosil qiladi.